Assalomu alaykum, hurmatli Arzon uy-joy kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda hali hech kim aytmagan narxda va narx sindirishda davom etamiz. Bugungi obzorimizda anaqa 4 qavatli panelli domda 4-qavatida umumiy maydoni 55 metr kvadratdan iborat tayyor patkulch xonadonimiz sotuvga chiqadi. Hurmatli yurtdoshlar, e'tiborli bo'linglar. Biz aytayotgan narxni hali hech kim aytmoqda. Aynan Arzon uy-joy kanalida buning narxi 29.500 AQSh dollar so'raladi. Jigarjon, mana shu joyga shunday pauzani bosib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Arzon uy-joydan uzoqlashmang, chunki eng arzon faqat bizda chiqadi. Arzon uy-joyni yotib qo'ymaslik uchun esa bittagina qiladigan ishingiz obuna bo'lish, hurmatli obunachilar. Manzil qayerda deysiz? Manzil Buxoro shahar, Gorgaz kodik deb kelasizlar. Gorgaz kodik joyini bilasizlar, orientir uchun olinadi. Maktab, bog'cha, universitet hammasi dasturli joyda. Buxoro shahar qoq yuragi, markazi. Ana bu tarafda detsk plashadkalarimiz juda ham keng va katta bo'lgan parkovka qismiga ega. Hurmatli yurtdoshlar, uyimizni remontidan keyin hali hech kim yashamagan uyimizni no tarafini ham aytamiz. No tarafi bitta uglovoyda joylashgan. Aynan biz aytayotgan uyda boshqa joyda umuman boshqacha narx. Arzon uy-joy kanalida bu narx 29.500 AQSh dollar so'raladi. Jigar, bitta yaxshilik qilishingiz mumkin. Aynan shu videomizni o'ziga yaqinni bilgan bitta yaqinlaringizni jo'natib qo'ysangiz, bitta manfaatli va savobli ish qilgan bo'lasiz. Kimnidir bitta vatanlik qilib qo'ygan bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, biz sizlarga arzon uy ko'rsatishdan charchamaymiz. Sizlar bizani kuzatib charchamasalaring. Shunaqa tayyor patkulch arzon uy topsam, nasiblar ham a'lo darajaga bo'ladi. Hozir ko'rsatilgan uyimni aboylarigacha yaxshi aboy yopishtirgan. Agar bu aboyni bilsalaringiz, super mo'sh aboy. Keyin bitta narsaga ahamiyat bering. Oyog'imizda to'liq laminat qilingan. Remontdan keyin hech kim yashamagan. Ichki ishlarimiz aniq zamonaviy MDC eshiklarga almashtirilgan. Dash usturalargacha yangigina qo'yib qo'yibdilar. Kelinglar, birinchi bo'lib sanuzor qismini ko'ramiz. Inshaalloh kamiga hammalaringizga shunaqa uylar nasib qilsin. Ko'rsating. Xo'p, sanuzorimizni ko'rishlaringiz mumkin. To'liq plastiklangan, chist plotniy ahvolda ko'ryapsizlar. Top-tozagina. Keling. Уже bu tarafda kuxnyamiz. Kuxnyamizda gaz plita. Xo'p, kuxnya naborchasi kichkinagina bo'lsa ham, ishlab mavjud ekan. Kuxnya naborcha teroslar bitta chiroyli uyga aylanadi. Oynalarimizga qaraydigan bo'lsak, oynalarimiz 2 qavatli original Aquaplast romlar turibdi. Bular issiqlik sentralga ulangan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Keling, ana bu joyda zalimiz. Gorgaz uyini ko'pchilik biladi, plani proyekti uyi ichma-ich bo'lib qoladi. Buni ham o'sha proyektda ichma-ich bo'lib qolgan. Ana bu zalimizda super mo'sh aboy, bu yoqda chiroyli laminatlar bunaqa usturalar bilan birgalikda hurmatli obunachilar. Menimcha 29.5 mingga arziydi deb o'ylayman. Bu meni fikrim albatta, shaxsiy. Keling, o'sha bu tarafda ko'rishlaringiz mumkin, ikkinchi xonamiz. Devorimiz uglovoy bo'lishiga qaramasdan, pangaga navqa joylar yo'q. Kiring, ko'rsating to'g'ri. Hurmatli obunachilar, nima deysizlar? 29.5 mingga 2 xonali 4-etaj umumiy maydon 55 metr kvadratdan iborat. Manzil Buxoro shahar, Gorgaz kodikda joylashgan, kvartirani xarid qilib olgan bo'larmi deydi. Kommentarda bomba qilib ko'rsatinglar. Aynan Arzon uy-joy kanalida buning narxi 29.500 AQSh dollar so'raladi. Boshqa joyda boshqacha narx. Biz aytgan narxni hali hech kim aytmagan, aytolmagan. Arzon uy-joy kanalidan uzoqlashmang, kommentarda bomba qilib, like qilmasin, bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yaxshi kunni ko'rishguncha.